Tabriklayman o'rta, jo'ntiralani ham salondan olib chiqib olibsan. Ha, Allohga shukr, Alloh yetkazdi, shukrlar. Ko'rdik mana yaxshilik bo'ldi hammasi. O'zingda tinchmi? Ishlar yaxshimi? Men o'ylab turibman, ertaga borib Unix'ga to'liq o'qib kelaymikin. Niyatingga yetkazsin o'rta. Ishlik bo'lsin. O'rta, sen yaxshimisan, tuzukmisan? Hali o'rlab bitib qoldimi? Ha, xudo o'sha ozgina ishlar qoldi, og'iz bitib qoldi. Ha, bitsin. Abdurahim, o'zing tinchmisan? Charchamayapsanmi? Xudo shukr. O'zing yaxshimisan? Kecha bir ko'rgandek bo'ldim. Peshkom yurgan ekansan, tinchlikmi? Ha, uyda mashina ko'pligidan qaysi birini haydash bilmayman. Sekin peshkom yuraman. Hammamiz niyatlarimizga yetkazsin. Bolalar, mol dunyo deymiz-yu, mashina haydaymiz, zo'rtik bo'lib tutamiz-yu, yonimizda qiynalib yurgan do'stlarimizni ko'zimiz ko'rmayotgan ekan. Shu Jamoliddin do'stimiz ozgina qiynalib qolibdi. Ozgina qarzga kirib qolibdi. Ana o'zi ham kelyapti. Bola yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tuzumdosizlar, yaxshimisizlar? Ha, sekin. Charchamayapsanmi? Rahmat. Qo'llaring yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Unaqa yaxshimi? Rahmat, yaxshilar. Sizdan qaytasiz? Ha, sizdan qaytamiz sekin. Nima ishlar qilsin? Ha, shu bozorda yuribmiz. Yaxshi. Bolalar akasini ko'rsin. Hozir bolalar, shundoq. Alo. Voy. Dori? Hozir. Bo'ldi, hop, bir nima qilamiz. Hop. Shunaqa. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ha, tinch. Oyim xavotir olib telefon qilayotgan ekanlar. Ha, hammasi yaxshimi? Unaqa yaxshi ekanlar, yaxshi ekanlar. O'rta bir bolalar bilan yomon xabar eshitib qoluvdik ozgina, quloqqa chalingandek bo'luvdi. Ozgina qiynalib qolibsan deb eshitdim. Ozgina qarzga botib qolibsan. O'shanga bir bolalar bilan maslahatlashib, ozgina yiqqan terganimiz bor edi. Shunga ana qilib o'rta mashina ishlatib turgan ko'stingga yaxshiligini ishlat o'rta. Yo'q, o'rta, men chin dildan o'rta. Yo'q, o'rta, meni pulim bor. Mayli o'rta. Mendan men rozimiz. Yaxshi kunlaringni ishlat o'rta. Yaxshiligingni ishlat, xo'p. Rahmat, bolalar. Bo'ldi. Bo'lmasam o'rta uyga boraqa, unaqa xavotir olmasinlar. Biz ham bor edik, ishlarimiz bor edi. Rahmat, bolalar. Mayli. Charchama, hop yaxshilikni ko'rishib. Do'stlarim, Va, da ishnimaga yetmaydi-yu.